Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz erkaklar uchun topovoy mavzu bo'ladi. Uy sharoitida qanaqa qilib jinsiy xohishni 200 barobarga oshirishni o'rgataman. Videoni boshlang'ich qismida eng tabiiy vositalar haqida va oxirgi qismlarda qanaqa dori preparatlar qabul qilinsa, xohish organizmga zarar yetkazilmagan holatda ko'tarilib boradi. Shu haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Demak, bugun ochilmagan sirlar ochiladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Oldingi videolarimizda aytib o'tganday, erkak kishida jinsiy xohishning kamayishi asosan psixogen va gormonal o'zgarish hisobidan bo'lishi mumkin. Demak, erkak kishi shifokorga bormasdan qanaqa uy sharoitida tavsiyalarni bajarsa, jinsiy xohishi yaxshi holatga tiklanadi. Ya'ni o'zini organizmiga zarar yetkazmagan holatda. Eng asosiy uy sharoitida 3 ta tavsiya. Birinchi navbatda yashash tarzini o'zgartirish. Ya'ni bu kechqurungi uyqu rejimini to'g'irlash. Kechqurun 10-11 da uxlanib, 7-8 soat dam olinishi kerak, chunki organizm uxlab turgandan so'ng to'liq gormonlar qayta sintezlanadi va tiklanadi. Uyqu rejimi. Ikkinchisi sport. Kun ora sport, intensiv mashqlar yoki intensiv kardio nagruzkalar yoki Kegel mashqlari. Agar buni topish kerak bo'lsa, YouTube'ga intensiv kardio nagruzkalar yoki Kegel mashqlari yoki упражнение Kegel yoki inglizchasiga Kegel exercise deb yozsalaringiz, har xil variantlarni chiqarib beradi. Uchinchisi sog'lom ovqatlanish, ya'ni shirinlik, uglevod, non, xamirli mahsulotlarni kamaytirib, iloji boricha oqsilli mahsulotlarni ko'paytirish kerak. Bu mahsulotlarga hali yana to'xtalib o'taman. Demak, bizani asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan nimalar iste'mol qilsa yaxshi? Mana ko'pchilik aytadi, asal, mayiz yesang yaxshi baquvvat bo'lasan deydi. Yo'q. Testosteron o'zi sintezlanishi xolesteroldan sintezlanadi. Ya'ni testosteronning sintezlanishi uchun organizmga oqsil kerak, yog' kerak. Yog' foydali yog'. Masalan, men tavsiya beraman, iste'mol qilishni agarda o'zida xolesterin miqdori o'ta baland bo'lmasa, masalan, qo'y dumbasi testosteron sintezi uchun juda ham yaxshi mahsulotlardan bittasi. Undan tashqari barcha turdagi go'sht mahsulotlari. Bu baliq go'shti bo'lishi mumkin, mol go'shti bo'lishi mumkin, qo'y go'shti bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana oqsilli mahsulotlarga sut mahsulotlari yoki tuxum. Endi har qanaqa tuxum, u uy tuxumi bo'ladimi, zavod tuxumi bo'ladimi, bedana tuxumi bo'ladimi, farqi yo'q. Oqsil sifatida qaraymiz общий hammasiga. Va albatta meva sabzavotlar. Ya'ni organizmda sintezlarga kerakli bo'ladigan fermentlarni sintezlanish uchun zarur hisoblanadi. Endi qanaqa uy sharoitida biza tanamizga zarar bermaydigan tabiiy vositalardan ichib, xohishimizni, bundan tashqari taranglikni ham yaxshilab ko'tarib olsak bo'ladi. Shu haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchi mikroelement bu ko'pchilik biladi, sink. Sink taxminan 25-50 mg dozalarda chiqadi. 25-50 mg doza bu bir kunlik xavfsiz doza hisoblanadi. Bir tabletkadan bir mahal minimal davr 1 oy. 1 oydan ortiq ichmaslikni tavsiya qilaman. Agarda ichmoqchi bo'lsangiz, albatta shifokor bilan maslahatlashing. Chunki bu mikroelementlar qonda ko'rilmasdan uzoq vaqt davomida ichiladigan bo'lsa, jigarga yoki oshqozon ichak traktiga nojo'ya ta'sirlari paydo bo'lishi mumkin. Undan keyingi ichadigan mahsulotlarimizdan bittasi bu vitamin D hisoblanadi. Vitamin D ni organizmda juda ham ko'p vazifasi bor. Biza uchun kerakli vazifasi sperma sifatini yaxshilashga yordam beradi va testosteron sintezida yaxshilab beradi. Ko'pchilik o'zbeklar hozirda oftobda yurmaydi baribir, tim bo'li qish keldi. Ya'ni hamma ma'lum bir binolarda ishlaydi va organizmda qon topshirib ko'rsa ko'rmasa defitsit vitamin D hammada bor. Taxminan xavfsiz doza bu bir kunlik 5000 международный единицада ichsa bo'ladi. 1 oy minimal srokda. Agar keyingi ichishni davom ettirmoqchi bo'lsa, albatta vitamin D ni qon orqali aniqlattirib miqdorini shunga qarab shifokor bilan maslahatlashilgan holatda cho'zilishi mumkin. Uchinchi tabiiy vositalardan bittasi bu bizani testosteronimizni ko'tarib beradigan Tribulus hisoblanadi. Ya'ni Tribulus teris deyiladi. Hech tilim kelishmaydi shunga. 1000 mg da yoki 1,5 mg da chiqadi. Примерно biza uchun 1000 mg yaxshi doza hisoblanadi. Bir tabletka bir mahal. 1000 bo'lmasa 750 ga ham bo'ladi. Buni 1 oy, 2 oy, bemalol 2 oygacha ichsa bo'ladi. Bu organizm uchun hech qanaqa xavfli ta'siri yo'q, ya'ni sog'lom organizm uchun.
tayyor organizmga testosteron sinteziga, sperma sifatiga, ya'ni uni harakatlariga ham yordam beradi. Bundan tashqari, agarda organizmni ham immun tizimini ham organizm stressiv situatsiyalarda masalan yashaydigan bo'lsa, qo'shimcha tribulusga ashvagandani ham qo'shishni tavsiya qilaman. Ashvaganda ham organizmda stress holatini kamaytirib berib, kortizol miqdorini pasaytirib beradi va bundan tashqari testosteron miqdorini ko'tarib beradi. Taxminan bitta kapsuladan 1 yoki 2 mahal ichilsa bo'ladi. 1 oy 2 oy davomida. Bundan tashqari bizning organizmimizga yaxshi yog'lar kerak. Ya'ni yaxshi yog'lar qancha ko'p bo'lsa, tomirdagi turli xildagi yomon yog'larni yig'ib olib tozalab ketadi va bizning tomirlarimiz toza turadi. Tomirlarning toza turishi nima uchun kerak? Unda qon yaxshi aylanishi uchun kerak. Chunki qancha qon yaxshi aylansa, shuncha ereksiya yoki zo'r bo'ladi. Demak, sifatli yog'lardan bittasi bu omega, ya'ni baliq yog'i. 1000 mg dozada omega 3, 6-9 unchalik ham kerak emas bizga. 3 ni biz tashqaridan olamiz faqat, ya'ni organizmimizda yeydigan oziq-ovqat mahsulotlarimizdan ola olmaymiz. Faqat 3 ni olsak bo'ldi. 1000 mg da bir kapsula bir mahal tavsiya etaman. Minimal, masalan 1 oy, 2 oy davomida ichib yurilsa bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari ekstraktlardan, ya'ni jinsiy xohishni ko'tarib beradigan ekstraktlardan bu yoxinbin ekstrakti hisoblanadi. Yoxinbin ekstrakti ham 1 oy davomida masalan ichilsa, ancha jinsiy xohishni ko'tarib beradi. Ya'ni bular biologik faol qo'shimchalar hisoblanadi. Aptekalarda ko'pincha holatda retseptsiz sotiladi. Lekin bu tavsiyalarga qo'shimcha ravishda albatta yuqorida aytib o'tgandek, ovqatlanish, sog'lom hayot tarzi, sport, uyqu rejimlari bo'lmaydigan bo'lsa, bularning foydasi yo'q. Ya'ni ishlamaydi. Va albatta sizda shu holat bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha bu dorilarni mayli to'g'ridan to'g'ri olib ichishingiz mumkin, lekin maslahat beraman, shifokor oldiga borib, hech bo'lmasa shifokorda o'zingizda gormonal o'zgarishlar yo'qmi tekshirtirib olishingizni. Va albatta bu masalan faol qo'shimchalarni ichishdan oldin jigar va buyrak holatiga ham baho berilsa yaxshi bo'lardi. Chunki masalan ayrimlarda og'ir jigar kasalliklari bo'lishi mumkin yoki gepatit B, C, D, delta turlarida bo'lib og'ir jigar zararlanishi bo'lgan paytda o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Qaysi birini ichsa bo'ladi, qaysi birini bo'lmaydi. Endi bular to'liq sog'lom inson bo'lsa, misol uchun qanaqadir 1 oy 1,5 oy davomida iste'mol qilib, yuqoridagi rejimga solib, o'zini holatini uy sharoitida ham tiklasa bo'ladi. Keyin yana tavsiya qilaman, ertalab uyqudan turganda, endi har kun bo'lmasa ham kontrastli dushni, ya'ni masalan 40-60 sekund sal iliqroq, 20-30 sekund sal sovuqroq. Faqat boshdan quymaslik kerak, tanadan quyish kerak. Bo'lmasa sovuq suvni boshdan qo'yib, artinib ko'chaga chiqib ketsangiz, miyada yallig'lanishli holatlar yuzaga kelishi mumkin. Meningit deydi, oddiyroq qilib xalq tilida. Demak, yuqorida aytib o'tilgan tavsiyalar bu jinsiy xohishni uy sharoitida ko'tarishga yordam beradi. Endi shifokor ko'rigiga masalan uchrashilsa, aniq boyagi aytgandek gormonal holat baholansa, qanaqadir bulardan da kuchliroq ta'sir qiluvchi preparatlardan ham foydalanish mumkin, lekin ular tekshiruvlardan keyin amalga oshiriladi. Demak do'stlar, sizlar uchun men uy sharoitida tabiiy qanaqa faol qo'shimchalardan xohishni, taranglikni yaxshilash haqida ma'lumot berib o'tdim. Albatta, bu tavsiyalarni amalga oshiring va o'zingizni, jinsiy holatingizni zo'r qilib yaxshilab olishingizni tilakdoshman sizlarga. Videomizni boshqalar uchun ham foydali bo'lishi uchun like bosishni unutmang va uni tarqatib qo'ying. Sog' bo'ling, sizlar bilan urolog Allayorov bo'ldi.